unda aytadilarki, endi hojini ziyorat qilishlik shariati islomiyada bor. Bir hoji agar safar qilib, safardan qaytsa, haj amalini bajarib kelsa, u hojini ziyorat qilishlik bor. Demak, odamlar hojini ziyorat qiladi, hojidan duo talab qiladi, duo so'raydi va hoji duo qilsa, duosi qabul bo'lishligi haqida payg'ambar alayhisolatu vassalom, Rasululloh alayhisalom hadislarda aytganlar. Endi hojini ko'rganda bu yoqdagi odamlar hajdan kelgan odamga aytadigan duosini Rasululloh o'rgatganlar. Unda aytadilarki, Rasululloh alayhisolatu vassalom qabilallohu hajjatak va g'afara zambak va akhlafa nafaqatak deb duo qilishlik o'sha vatandagi hojini ziyoratiga kelgan odamlarni ularni aytadigan sunnati bo'ladi. Ya'ni Alloh taolo hajingizni qabul qilsin, gunohingizni mag'firat qilsin va haj uchun ishlatgan pulingizni, sarfingizni, xarajatingizni Alloh taolo o'rnini to'ldirib bersin deb duo qilishlik hojini ziyoratiga kelgan odamlarning demak sunnati bo'ladi. Demak, bundan keyin haj ziyoratiga borgan har bittamiz hajdan qaytgan odamga Alloh hajingizni qabul qilsin va gunohingizni mag'firat qilsin va siz qilgan xarajatlaringizni o'rnini to'ldirib bersin deb duo qilishimiz sunnat bo'lar ekan. Endi hoji ham kelgan odamlarning haqqiga duo qilish kerak. Birinchi ko'rganda hojini duosini olishlik sunnatga muvofiq bo'ladi. Chunki payg'ambar alayhisolatu vassalom hadisda aytadilarki, o'zlari hoji haqida aytadilarki, Allohumma g'fir lil hajji va liman istaghfara lahul haj deganlar. Ey Alloh, hojini o'zing mag'firat qil, gunohlarni kechir. Hoji kimning haqqiga gunohini mag'firat qilishini talab qilib duo qilsa, uning ham gunohini mag'firat qil deganlar. Demak, hoji birovning gunohini mag'firat qilinishini so'rab duo qilsa, Rasululloh alayhisolatu vassalomning duolarining ichiga kirib qoladi. Qarang, bir qanaqadir bir Allohning rahmati. Hojini demak duosi payg'ambar alayhisolatu vassalomning duolari bilan demak quvvatlanadi. Endi hoji hajdan kelgandan keyin xonadonda o'tirib bu yerdagi voqealarni, hajda bo'lib turgan barakotlarni, ma'naviy hayotni, ruhoniy ulug'likni gapirib berishni boshlash kerak. Nimadan boshlaydi? Hajdagi qalbdagi sukunatdan, hajdagi ruhoniyatdan, hajda olingan ruhiy manfaatlardan, ma'naviy manfaatlardan kelgan odamlarga gapirib berish kerak. Hojilarimiz birinchi Madina Munavvaraga kelishadi. Madina Munavvarada Nabiy alayhisolatu vassalomning ziyorati, Rasululloh alayhisolatu vassalomni ko'rgani, Rasululloh alayhisalomga salom aytganini, Rasulullohning oldilarida salom aytishining baxtini, sharafini, saodatini kelgan odamlarga gapirib berishligi hojiga sunnat bu. Hoji aytib berish kerak buni. Rasululloh alayhisolatu vassalomning ziyorati haqida to'lqinlanib aytib berish kerak, yig'lab gapirib berish kerak. Alloh subhanahu va taolo unga ko'rsatganiga shukrini aytish kerak. Ka'ba-i Muazzamani Alloh taolo ko'rsatganini mana orqamizda ko'rib turibsizlar. Ka'ba-i Muazzamada hozir minglab odamlar mana shu soatda ham aylanib turibdi. Shu Ka'ba-i Muazzamani ulug'ligini, buyukligini aytish kerak. Uni atrofdagi tavofdagi o'zi his qilgan hissiyotlarni aytib berish kerak odamlarga. Zamzam va zamzam ichgandagi uni o'zini qalbida sezgan, topgan halovatini odamlarga aytib berish kerak. Arafot haqida, Arafotdagi Alloh taoloning rahmatu barakotini bandalarning ustiga yog'ilganini aytish kerak. Mino va Mino kunlaridagi Alloh taoloning go'zal bandalari ko'rsatgan holatlarni aytib berish kerak kelganlarga. Va Alloh taolo bunchalik toatiga muvaffaq qilib, Alloh taolo o'zini buyuk ne'matini muvaffaq qilganligini kelgan odamlarga to'lqinlanib gapirib berish kerak hoji. Endi hozir men bu yerda aytib o'tmoqchiman. Ba'zi bir hojilarimiz hajdan qaytib ziyoratiga borsangiz birinchi qiladigan narsasi bu yerdagi izdihomni, odamlarni zich bo'lib turishligini-yu va bu yerdagi ba'zi bir qiyinchiliklarni-yu va deylik ovqat yetmaganini-yu yo qanaqadir avtobusdan tushib qolganini-yu, issiqning qattiqligini-yu, xullas hajdagi mashaqqatlardan boshqa narsani hikoya qilmaydi. Va bu esa Alloh taolo muvaffaq qilgan ne'matga noshukrlik bo'ladi va bu ne'matni ustidan shikoyat bo'ladi. Alloh asrasin, bu keyinroq yaxshi narsaga olib kelmaydi, savobini kamayishiga, Alloh azza va jallaning huzurida hajjining qabul bo'lmasligiga sababchi bo'ladi. U demak uni fikri tor ekan. Bu yaxshilikdan nasiba olishda u bechora kam nasiba ekan. Endi Alloh taoloning buyuk
mana shu yerda atrofimizdagi bo'lib turgan buyuk ne'matlarni, oyatlarini, alomatlarini ko'ra olmasa, demak uning Alloh taolo o'zi ba'zi bir taraflaridan siqib qo'ygan joyi bor ekan. Shuning uchun azizlar, hoji o'yiga borganda eng ko'p aytadigan narsa bu yerdagi nafahot, bu yerdagi barakot, bu yerdagi ruhiy, ma'naviy hayot, qalbidagi his qilgan ibodatning halovati haqida ko'proq gapirib berish kerak. Shikoyat, ovqat ortib qolganini-yu, yetmaganini-yu, avtobusdan tushib qolganini-yu, issiqning qattiqligi-yu, odamlarning tiqilinchligini aytish bilan insonlarni demak oldida gapirmaslik kerak. U tabiiy haj mashaqqatdan iborat. Unaqa narsa bo'lishi kerak. Lekin bu yil bo'lmadi. O'shanaqa bir mashaqqatni biz ko'rmadik. Alloh subhanahu va taolo barchamizni o'sha bundan o'zi hajdan qaytgandan keyin hajga muvofiq holatda umr guzaronlik qiladiganlardan bo'lishligimizni nasib etsin. Endi shu o'rinda bir narsani aytib qo'ymoqchimiz. Hajdan kelgan odamni ziyoratga kelgan odamga biror narsa taqdim qilish mumkinmi? Mabodo sizni ziyoratingizga kimlardir kelsa, unga nimanidir taqdim qilishlik haqqingiz bor. Hatto Imom Buxoriy va Muslimlarda Payg'ambar alayhisolatu vassalom safardan kelganlarda Rasulullohni kelishlaridan oldin yoki kelganlarda biror bir hayvonni so'yib, uni ovqat qilib pishirib boshqalarga tarqatganlari bor. Lekin bunda ham isrof yo'q. Bunda ham haddan oshib bo'lmaslik kerak. Insonlar bundan nima qilish kerak? O'zini tiyish kerak. Endi chunki u ziyoratchini haqqi baland, uyingizga ziyoratchi kelsa, unga nimadir taqdim qilsangiz, yemoq, ichmoq bo'lsa, u yomon emas, lekin uni ham chegaradan o'tmaslik lozim bo'ladi. Lekin bu sunnatdagi biroz bir narsa yengil taom berish sunnatini hozirgi paytda ba'zi bir odamlar juda ham haddan oshib isrofga, haddan oshib Alloh taoloning ne'matlarini ko'z-ko'z qilishga va oxir oqibatda riyo va sum'aga berilishga almashtirib olishdi. Va oxirida bundan shuhrat, mashhur bo'lish, kim o'zarlik yuzaga kelib qolyapti-da, natijada sunnat bid'atga aylanib qolyapti. Va bid'atga aylangandan keyin u yerda hech qanaqa demak savob bo'lmaydi. Shu yerda bir narsani ham aytib o'tmoqchi edik. Ziyofat o'sha kelgan odamga insonni ovqat yeyman deb kelmasligi kerak ziyoratchi ham. Bu ham men kelgan odamga albatta ovqat berishim kerak ekan deb zimmasiga qo'yib olmaslik kerak. Qodir bo'lgan odam bersin, bermagan odam berish shart emas. Inson o'sha beradigan ozgina taomimi yo bir bela choyini berishda men sunnatga muvofiq beryapman deb niyat qilish kerak. Shunda sunnatga muvofiq unga amal qilishlik bo'ladi. Endi shu ovqat berishlik isrofga o'tib ketmaslik kerak, mo'tadillikdan. O'tib ketdimi, endi u isrof bo'ladi. Undan savob yo'q. U oxir oqibatda riyoga aylanib qolishligi bilan gunohga aylanib qoladi. Bundan ham ehtiyot bo'lishimiz kerak. Hoji Alloh taoloning shariatiga amal qilishda odamlarning ichida eng zimmasidagi lozimi hoji bo'ladi. Boshqalardan ko'ra ko'proq amal qilish kerak. Islohni, o'zini tuzatishini birinchi bo'lib hoji boshlab berish kerak. Chunki u buyuk bir ibodatni o'zini nafsini tarbiyalash, urflardagi shariatga zid narsalarga qarshi kurash, odatlardagi ba'zi bir noto'g'ri, noshar'iy narsalardan inson o'zini saqlashidan iborat bo'lgan narsalarni haj davomida o'zida tarbiyalab yetishtirgan inson. Shunday ekan u demak shariatga amal qilishlikka boshqalardan ko'ra demak haqdorroq bo'ladi.